Salom do'stlar. Bugun sizga kosmos haqida eng qo'rqinchli faktlarni aytaman. Oxirigacha ko'rsangiz fikringiz o'zgaradi. Birinchi fakt. Qora tuynuk yonida vaqt sekinlashadi. Siz uchun bir daqiqa yerda yillar bo'lishi mumkin. Ikkinchi fakt. Kosmosda to'liq sukunat. Hech qanday tovush yo'q. Uchinchi fakt. Har kuni Yerga kichik asteroidlar yaqinlashadi. Ba'zida biz sezmay qolamiz. To'rtinchi fakt. Qora tuynuk ichiga tushgan narsa hech qachon qaytmaydi. Beshinchi fakt. Kosmosda tana birdan muzlab qoladi. Harorat 270 ga tushadi. Oltinchi fakt. Yer juda kichik. Koinotda millionlab undan katta sayyoralar bor. Yettinchi fakt. Ba'zi yulduzlar portlaydi. Bu portlash butun galaktikani yo'q qilishi mumkin. 8-fakt. Agar kosmosga chiqib qolsangiz, miyangiz kislorodsiz ishlamay qoladi. 9-fakt. Koinot kengaymoqda va biz undan qochib qutula olmaymiz. 10-fakt. Ba'zi odamlar aytadi, koinot bir kun butunlay yo'q bo'lishi mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Yana qiziqarli faktlar chiqadi.